Hayit bayramini uyda kutib oldim. Bu 2 kunlik ta'til menga shunchalarimdan ko'p emotsiyalar berdiki, do'stlarim bilan bolalikda o'tgan xotiralarimizni eslab, Hayit bayramini bayram shukuhida kutib oldik. Ko'pchilik jo'ralarimiz chetda bo'lganligi bizlarda bayramni yaxshi o'tkazishimizga ta'sir qila olmadi. Lekin biz oqibatda yo'qotib qo'ygan bolalardan emasmiz. Shuning uchun biz har doim yaxshi kunimizdan, yomon kunimizdan birga turib kelamiz. Jo'ralarim bilan 1-klassdan beri o'sib kelganim uchun ular bilan почти aka-ukaday bo'lib ketganman. Fursatdan foydalanib aytib ketaman. Har bir do'stingizni qadrlang, yonida bo'ling, tez-tez telefon etib hol-ahvol so'rab turing. Zero hayotda har bir narsa ne'mat qilib berilgan. Ne'matni esa vaqtida qadriga yetish kerak. 15 yillik jo'raligimiz mobaynida bizlarning hayotimizda har xil vaziyatlar bo'lib keladi. Yaxshi kunlar ham, yomon kunlarda ham birga bo'lib kelamiz. Birimiz o'qishdamiz, birimiz ishdamiz, birimiz esa chet davlatdamiz. Lekin bu bizlarda yaqinligimizga to'sqinlik qila olmaydi. Zero silay rahim saqlab qolish har birimizning vazifamiz. Anchadan beri jo'ram Ravshanning uyina borib, bolalar bilan vaqt o'tkazishni dedim sog'inibman. Ishdan, puldan orqasidan qo'varmasdan har zamon jo'ralarimizdan ham xavorab turing. O'zi qisqagina bo'lgan umrimiz bizlarga quruqgina pul tovush uchun berilmagan. Har zaman madaniy xarjlik olib turing. Nasib bo'lsa keyingi Ramazon oyigacha do'stlarimiz bilan, yaqinlarimiz bilan aloqamiz uzilmaydi. Videoni dim yo'qib ketaveradigan jo'rani tashab qo'y. Paq